Ikkinchi qism ozish. Agar yemasa odam ozadi. Bu bor narsa. Xullas, bizni sarflayotgan energiyamiz yeyotgan ovqatimizdan ko'p bo'lsa biz ozamiz. Agar sizda harakat kam bo'lsa, demak yeyishdan tiyiling. Agar ba'zi shunaqa odamlar bor, yo'q, unaqa ko'p yemayman o'zi, shunda ham semirman, yolg'on bu. Bu yolg'on qizlar. Agar siz mana shu energiya sarflayapsiz-ku, shundan ozgina ko'proq yeb qo'ysangiz semiraverasiz. Kam yeb, ko'p harakat qilsa ozadi, kim qayerga borsa borsin. Bu narsa isbotlangan, chunki o'zimda sinayman, semirib ketaman, chunki ishtaham zo'r, yaxshi yeyman. Semirishni boshlashim bilan sirazi interval ochlik boshlayman. Haftada 2 kun 16 soat och o'tiraman. Уже sirazu отекlar ketib, mon buyoqlarim chiqib qoladi, bilaman.